Assalom yulduzim, yurtim osmoni va sevgi bog'ining ikki mehmoni. Assalom karnayning ajib sadosi va ushbu kechamizni barcha a'zosi. Barchaga xayrli kech, kutilgan, sog'inilgan, orzular ushalgan oqshomga xush kelibsiz. Bayramona bezatilgan saroy, orzu va havasga burkangan shohona va sharqona dasturxon. Uning atrofida jam bo'lgan eng sara qadrli mehmon. Qolaversa, o'z taxti ravonidan allaqachon o'rin egallab, ko'zlarini quvontirishga ulgurgan kechamiz qahramonlari, kelin va kuyov. Bir so'z bilan aytganda, bugungi tantanali kechamizni boshlash uchun hamma narsa tar. Yana bir bor assalomu alaykum xonimlar va janoblar, assalomu alaykum qadri baland, fayzli, qadrli mehmonlarimiz. Bugun Allohning nazariga tushgan xonadonimizda siz azlarni fayzli yuzlaringizni ko'rib turganimizdan benihoya baxtiyormiz. Bugun Yakajut qishlog'ining Valijon ota tantanalar saroyida, qolaversa Abdukarim akajonimizni, Umurjon opajonimizni dargohlarida qarshi olayotganimizdan benihoya baxtiyormiz. Va albatta bugungi oqshomimizning sababchilari Shahzodasi va malikasi Begzod Madinaxon. Hurmatli kelin-kuyov, bir-biringizga bergan ahdingiz muborak bo'lsin. Bugun mana shu yaqinlar davrasida miriqib nishonlayotgan baxt oqshomingiz muborak bo'lsin. Oila saltanat sarhadlariga qo'ygan dastlabki qadamlaringiz qutlug' kelishidan umidvormiz. Umid qilamizki, bugun mana shu davramizga yig'ilgan aziz mehmonlarimiz, qolaversa ko'zga ko'ringan ijodkorlar bugungi oqshomimizni unutilmas, eng yorqin oqshomni bo'lishini va'da berishmoqdalar. Shundoq ekan aziz mehmonlarimiz, siz azlarni davomiy qarsaklar sadolari ostida bugungi oqshomni ochib berish uchun xonadonimizning qadrdonlari Alijon akajonimizni badiiy davramizga taklif qilib qolamiz. Ular o'zlarini chiroyli duoyi oq fotihalari, yaxshi niyatlari, dil so'zlari bilan bugungi oqshomimizni ochib bersalarda, undan keyin bugungi xursandchilik kechamizni davom ettirsak. Yoshlarimiz baxtli, taxtli bo'lsin, xonadonimizda hamisha to'ylar bo'lsin, qizlarimiz kelin bo'lsin, yigitlarimiz kuyov bo'lsin deganlar, xonadonimizda hamisha to'y bo'lsin deganlar qarsini qarsilatib chalib qo'yamiz. Marhamat, badiiy davramizga Alijon akajonimizni taklif qilib qolamiz. Ular o'zlarini yaxshi niyatlari, duoyi oq fotihalari bilan bugungi kechamizni ochib bersalarda, undan keyin bugungi oqshomimizni davom ettirsak. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hamqishloqlar, qudalar, sinfdoshlar. Mana bugun Valijon ota salonasiga yig'ilgan ekanmizlar.